Rossiyadagi yurtdoshlarimizda katiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa. IRNA agentligining axborotiga ko'ra, Eron davlat teleradio kanali orqali oliy rahnamoning o'limi tasdiqlangandan va mamlakatda 40 kun motam e'lon qilingandan so'ng Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi rasman Eron tarixidagi Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilga qarshi eng shiddatli qasosli hujum operatsiyasi boshlanayotganini ma'lum qilgan. Eron prezidenti ma'muriyati rahnamoning o'ldirilishini og'ir jinoyat deb atab, bu holat javobsiz qolmasligi ta'kidlagan. Shuningdek, javob to'liq va qat'iy bo'lishi ham ijrochilarga ham ularni ortida turgan deb hisoblangan shaxslarga qarshi qaratilgan bo'lishini bildirgan. Eron qurolli kuchlari bosh shtabi Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilni o'z qaroridan pushaymon qilishini hamda rahnamo belgilab bergan yo'lni dushmanlar to'liq taslim bo'lguniga qadar davom ettirishini ma'lum qilgan. Eron sud tizimi rahbari ham Eron xalqi o'z yetakchisi uchun albatta qasos olishini bildirgan. Eslatib o'tamiz, Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi qo'mondoni sifatida general Ahmad Vohidiy tayinlandi. IRNA agentligining ochiqlashicha, rahnamoning o'limidan so'ng mamlakatni vaqtincha boshqarish 3 nafar shaxs zimmasiga yuklanadi. Bular prezident, sud hokimiyati rahbari va konstitutsiyani muhofaza qilish kengashi a'zosi sanaladi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning hujumlari hamda Eronning javobi bo'yicha tasdiqlangan ma'lumotlarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari 28 fevral kuni Eronga qarshi harbiy operatsiyani boshladi. Isroilda favqulodda holat rejimi joriy etildi. Aholiga bunkerlar yaqinida bo'lish tavsiya qilindi. Maktablarda darslar bekor qilindi. Isroilda hatto hozir ham faqat favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Isroil birinchi zarbani aslida Livan janubidagi Hizbullohni raketa uchirish qurilmalari va yer osti shaxtalariga berishdan boshlagan. Oradan ko'p o'tmay Amerika Qo'shma Shtatlari ham Eronga qarshi zarbalarda ishtirok etayotganini rasman tasdiqladi. Eronning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakilini ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning Eronga hujumlari natijasida yuzlab odamlar halok bo'lgan va jarohatlangan. Fars agentligining xabar berishicha, qurbonlar orasida Minab shahridagi maktabni 118 nafar o'quvchisi ham bor. CNNning ma'lumotiga ko'ra, Eron zarbalari natijasida Isroilda bir kishi halok bo'lgan, 120 nafardan ortiq odam jarohatlangan. Vasiliy Benzian aytishicha, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroildan Eronga qarshi agressiyani zudlik bilan to'xtatishni talab qiladi. Trump Eronga qarshi operatsiya butun hafta yoki undan ham uzoq davom etishini aytdi va qarshilikdan voz kechgan eronlik kuch tuzilmalariga immunitet taklif qildi, ya'ni taslim bo'lganlarni kechirishini bildirdi. Eron esa Kuvaytda, Iroq shimolida va Saudiya Arabistonida joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining bazalariga hujum qilgani haqida xabarlar berildi. Shuningdek, Qatar mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Tehron Amerika Qo'shma Shtatlarining Qatardagi avia bazasiga ham zarba bergan. Eronning Fars agentligi esa Dubaydagi Markaziy razvedka boshqarmasi shtab-kvartirasiga hujum bo'lgani to'g'risida axborot tarqatdi. Aniqrog'i, Tehronning Dubaydagi nishoni bu Markaziy razvedka boshqarmasi shtab-kvartirasi hisoblangan. Bahrayn rasmiylari Eron tomonidan qilingan hujum haqida axborot berib, Tehron tomonidan uchirilgan 45 ta raketa va 9 ta dronni talofatlarini ochiqlagan. Qatarda raketa parchalari tushishi natijasida 16 kishi jarohat olgan. Dubayda zarbalardan so'ng aeroportning 4 nafar xodimi jabrlangan. Isroil armiyasi Moskva vaqti bilan taxminan soat 3:30 atrofida yangi zarbalar seriyasi boshlanganini e'lon qilgan. Ynet agentligiga ko'ra, Isroilning Eron hududida yana 30 dan ortiq nishoni mavjud. Vatsahal o'sha 30 dan ortiq nishonni yo'q qilmaguncha to'xtamaydi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, Tehron ham o'z hududidagi
nishonlari yo'q qilingunga qadar samoga qarab o'tirmoqchi emas. Al-Hadat agentligining axborotiga ko'ra 1-mart kuni Eronni Isroil poytaxti Tel Aviv shimoliga bergan zarbasi Tel Avivni qora tutun bilan qoplanishiga sabab bo'lgan. Al-Hadatga ko'ra Eron bu safar Sahalni harbiy qurol-yarog' va o'q-dori omborini nishonga olgani aniq. Eshitmaganlar uchun eslatma, Britaniyani Bloomberg agentligi bu urushda qaysi tomonni g'olib bo'lishi mumkinligi haqida aniq statistik ma'lumot berdi. Bloomberg agentligining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Stimson tahlil markazi mutaxassisi Kelly Grikoga tayanib bildirishicha, Yaqin Sharqda Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlari boshlagan urushda faqat va faqat kimda raketa zaxirasi ko'p bo'lsa, shu tomon g'olib bo'ladi. Negaki Kelly Grikoga ko'ra Isroil Eron bir dona ballistik raketasini urib tushirish uchun hozir kamida 3 ta raketa sarflamoqda va bu turdagi raketalar zaxirasi Qo'shma Shtatlarda ham Isroilda ham kam. Bir so'z bilan aytganda, agar Tehronning ballistik raketalar bo'yicha zaxirasi Isroilnikidan ko'p bo'lsa, unda g'alabaga erishish ehtimoli juda katta. Eslatib o'tamiz, Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev o'zining X'dagi sahifasida Eron bilan Amerika Qo'shma Shtatlari haqida qisqa faktga ega post qoldirdi. Medvedevning yozishicha, Trump nihoyat yuzidagi niqobni olib tashlab, asl basharasini ko'rsatdi va u prezident bo'lgan davlatni yana 100 yildan keyin qanday bo'lishini ko'ramiz. Negaki Amerika Qo'shma Shtatlarining yoshi bor yo'g'i 249 da, Fors imperiyasiga esa bundan 2500 yil avval asos solingan. Medvedevning gapiga esa tushungan tushundi. Voqealar va juni birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.